Mashina yomon emas. Yilga nisbatan ham bo'ladi. Yilga nisbatan yomon Damas'ga o'tmaydi. Bunday Damas'dan ko'rayotgan bo'lsangiz 9 million 10 milliondan nari sotmayapti o'zim. Ikkita joy ishga xarajat qiladi. Bo'ladi desangiz aka 15 million berib olib qolaman. Undan ag'er sotmayman. Aqlim yetmaydi lekin. Mayda chuylar siz Jo'rabek tonish ekansiz. Gaplashib turibsizlar, bilib turibman, tanishsiz. Bo'ladi, mashina yomon emas. Suyay butunroqligi uchun so'radim aka. Mayli savdo qilmay deb. Bo'lsa 15 million bering, 15 million 500 ga sotaman men. 17 qilib qoladi. Olmaydi. Ishoning olmaydi. Men olsa borki, men agar 17 sotishga shunga aqlim yetsa, biling men 17 so'rayachim. Bilaman. Shunday haydaganingiz uchun ham aka, men ochiq yuring bu yaqin o'rtada mana bu yildagina men bunday sostenay ko'rmadim. Hamma molda minib tayyorlaganda. To'g'risi, sidinkasini berasiz aka. Sidinkasi uchun aytayapman-da, men hozir yangi Damas olaman, xohlayman o'zini olaman. Ya farqi yo'q. Damas oldim, Chiristagina generalni bermayman. Egasi bermayman. Ya boya kelmabsizlar, 600 kilometr yurganini 80 million sotib yubordim. Pachka edi ya. O'zidan olib ketaveraman. Aka shu qarab turasiz mana Jo'rabek she'rga. Olaversam aka, oling. Hele Damas'da oldi. 62 million. Mashina 24. Shunga hozir 17 qilib o'tkazing, yangisini. Olmaydi aka, jonim aka, buni olmaydi. Chunki men egasiniki berdim. 15 million mana shu. Beruvda musor bo'lyapti. Buning sidinkasini bilasiz. Ya, nomad so'ramadim. Seninki beriladi. O'zi. Shu teri deb Xo'p, gapirasiz. 15 million so'rayapman Jo'rabek. Men shu yaqin o'rtaga ko'rdim shunday bir Damas bir kelgan 15 million so'raganman. O'sha kuni tanjab olindi Damas. Men o'zi hech kim ko'rgan ko'rim, bunaqa qilmaydi. Mart mana 2000. Mayli. 35 ga hisoblaganman-da. Endi o'zingizdan bilasiz. Mashina yurib beradi lekin, balki ancha joy yurib beradi. Hech bo'lmasa 17 qilib oling. Olsa jonim bilan edi aka. Olishadi, o'zi bir tepishdan olishadi. Ya, unday qilmang, unday qilmang. Siz olay ekan deb kimnidir jabr qilmaylik. Sizga yaxshilik qilaman deb kimgadir jabr qilib qo'yishim mumkin-da aka. Yo'q, aytmadim, birdan 7 million o'tib berdi. Yo'q. Damas ko'raman, 2009 dan ham 25 million, 18 million oladi. Uni ham lekin bitta korobka qo'yib boshlashadi xarajatni. Radiatorlari yangi qo'ygan. Mayli, shu olgan odam endi men aytsam sizga bir maza qilib mashina minish kerak-da. Kim qanday 10 millionga mashina olsa ham hamma oladigan odam bir narsa bilan oladi. Shu meni qaysidir kunimga yaraydi, shuni xursandman deb oladi-da. Shuni hozir sizlar eskirga yangi olasiz-ku, lekin bu kimgadir hayotda biling juda yangi Damas bo'lib kirib boradi. U 25 olgandan ham ko'proq xursand bo'ladi. Shuni olgan odam, men unisiga ishonaman-da. Barakangiz bormi? Baraka aka. Ayting ma'lumotini. Pasportini beradi, yo'q. Olib beradi uyga. 98-yil dedingiz-a? 99. Bitta chiroyli obzorini olgan 99-yilda emas, motor qadava korobkalar qilingan, stokalar hamma joyi bus-butun turibdi. 15 million olindi, 15 million 500 ming so'm qilib sotiladi. Ko'ringlar, kimgadir muhim bo'lsa 15 million 500 ming so'm general davini chiqadi. Ochganimdan beri, men sizdan ochganimdan beri 99-yildagi kelgan Damaslarning ichiga eng zo'rini ko'rdim hozir. Biling, 99-yil Damasda keladi, to'g'ri 9 million olaman, 10 million olaman aka. Lekin meni bunday sastenadagisini ko'rganim yo'q, hozir ko'rdim. O'zlariga ham aytdim. Damas haqiqatan stokalar bus-butun ekan deb. Bular chunki har kun Samarqandga borib kelyaptiki, bular bak normalniy mashina kerak. Hadovoy, ruloylar yangi qo'ygan. Yangi hech kim. Xo'p, obzorini aytaman, aka qarang. Men shu odamdan 15 millionga oldim. 500 ming so'm qo'ydim. 500 ming sizga bo'lib o'tdi. Siz hozir shunga rozimisiz? Aka 500 ming so'm qo'yib sotdim mashinangizdan. Mana bu odam bir gap uchun qarang, o'zim maqtab beraman. Bir gap aytganda bu odam. Bu yerda gapini Instagramga qo'yaman, nima gaplaying. Bu odam ham ehsonga qo'shilaman deganda, men bir tikod ehson qildim. Har bir oyga bittadan ehson qilaman-ki, shu odam siz qilayotgan ehsonga men ham ehson chiqaraman deganlar uchun oling aka, yaxshi kuningizga buyuradi deyman. Shunday, buyursin. Buyursin aka. Barakasi.